Begunoh. Muallif Hafsa. Ovoz beruvchi Anna. 4-qism. Menga tinchlik kerak. Rasman to'y qilgunimcha senga tegmayman, xavotir olma. Sadiya bu gapdan hayratga tushib qolgandi. Saidning aytgan gaplari uni butkul boshqa inson qilib ko'rsatgandi. Said Sadiyani mahkam quchoqlab olgancha ko'zlarini yumishga urinar ekan, Sadiya Saidning o'zidan 3 ta keluvchi qo'llariga o'rab chirmalangandi. "Xo'p, oling qo'lingizni, nariroq yoting, men uxlay olmayapman." "Uxlaysan, xavotir olma. Rahmat deyishing kerak aslida bugun uxlaganingga." Said nimaga ishora qilayotganini Sadiya juda ham yaxshi tushunardi. Xonada faqatgina Saidning xirillab chiqarayotgan nafasi va Sadiyaning dukullab urayotgan yurak tovushi eshitilardi. "Ustimdan qo'lingizni oling, adyol yopmoqchiman." Sadiya miyasiga kelayotgan fikrlardan asta tabassum qilar ekan, Said o'rnidan turib qizning ustiga adyolni yopdi. "Nimadir kerak bo'lsa menga ayt, xo'pmi? Kechasi bilan uxlolmadim. Sen endi asabimni buzma, Bekzod." Said uyqusizlikdan ishgan qovog'ini ushlagancha oynaga qarab gapirar ekan, ovozini iloji boricha pasaytirishga harakat qilardi. Qo'shni xonada Sadiya uxlayapti. Uyqusini buzsa, kechagidek Saidning asabini buzadi. "To'y kecha chimildiqqa kirgan kuyovsiz axir, uxlamasligingiz aniq-ku." Bekzod kulib gapirar ekan, Said qoshlarini o'yib oldi. "Hech qanaqa chimildiqqa kirmadim. Miyang joyidami? Sadiya hali kichik bo'lsa, to'y qilsam tegaman unga. Kecha Sadiya ko'radiganimni ko'rsatdi." Nima qildi?" "Kechasi uni quchoqlab yotdim. Har 2 daqiqada turing, men isyapman" dedi. Adyolni ochdim. Keyin yana uyg'otdi. "Sovyapman men" deb. Keyin adyol yopib qo'ydim. "So'ng chanqadim" dedi. "Suv olib keldim. Keyin tualetga boraman" deydi. "So'ng yana isiydi, so'ng yana soviydi. Xullas, kecham shunday o'tdi." Said peshonasini ushlab gapirar ekan, telefon ortidan Bekzodning kulgisi yangradi. "Bir gapda Said, sen o'zingga xotin emas, bola sotib olding. Tag'in bitta geylikka. Ablahsan, bilasanmi?" Said ham yengil kuldi. Qaniydi bu gaplarning eng baxtli kunlarning boshlanishi ekanligini bilishsa. Said kalendarga qarar ekan, yana 6 kun va uyga qaytish kerakligini bilib, chuqur uh tortdi. "Nima yeysan? Salatmi yoki boshqa narsa?" Said oshxona stoliga tirsagi bilan tayangancha o'tirgan qizga qarar ekan, Sadiya ensa qotirgancha lom-mum demadi. "Och qolasan, menga farqi yo'q, Sadi. Nima yeysan, tezroq ayt." Said ertalabdan yana bu qizni jin urganmi deb o'ylab asabiy edi. "Hech narsa yemayman. Endi o'zingiz mana bu ko'katlaringizni yeng. Xohlasangiz marhamat, och qoldiring, menga farqi yo'q." Sadiya dangal gapirdi. Said qizning yuziga bir zum qarab qoldi. Nega Sadiya boshqa qizlardek emas? Juda ham cho'rtkesar. Sadiya xo'mraygancha oshxona oldidagi stolga borar ekan, Said qizning qanday siltanib yurishi-yu, lablarining cho'chchayishidan nimadir borligini sezdi. Taqib olgan fartugini yechgancha oshxona stoliga o'tgan Said qizning oldiga bordi. Bunaqasi ketmaydi. "Nima qilgin kelyapti, ayt menga. Faqat labing cho'chaymasin. Ertalabdan sen yana qaysi shaytoning uyg'ondi-ya?" Said qizni oldiga tiz cho'kkancha yuziga tushib turgan sochlarini qulog'i ortiga oldi. "Baribir yo'q deysiz." Sadiya bu gapni xirillab ko'zlariga doimiy chiqishga tayyor turgan yoshlarga erk berdi. Saidning ko'ngli doimgidek bo'shashib ketdi. "Ko'rsat." Said ovqatni oldiga tortgancha Sadiyaning telefonini ko'rsatishini talab qilar ekan, Sadiya ming hafsala bilan kontaktlarni ochib, Said deb saqlangan kontaktni ko'rsatar ekan, Said asta patnis to'la ovqatni qizga uzatdi. Yuzida sezilarli tabassum yangradi. "Bu boshqa gap, bularkan-ku shunday saqlasa ham." Said ovqatlarni palapart yeyotgan qizga qarar ekan, bir zum ikkovining kelajagini o'ylab, siqilishni boshladi. 6 kundan so'ng oxirgi kecha. Tun. Sadiyaga ketish qarori allaqachon aytilgan. Sadiya allaqachon yuvinib chiqib uxlash taraddudini ko'rayapti. Said esa birinchi etajda chekib o'tiribdi. Allaqachon 2 yoki 3 qutini chekib tugatgan yigit yonidagi viskisini asta ko'tardi. Boshqa odam bo'lsa allaqachon mast bo'lardi. Ammo Said emas.
12 yoshidan chekishni, 17 yoshida ilk bor aroqni ta'mini totgan bu yigit har doim o'zini tuta bilgan, ammo hozir emas. Hech qaysi ichimlik uni sarxush qilmasdi, ammo hozir sarxush bo'lishni xohlayapti. Sarxush bo'lsa, zora ichidagi olovni unutgan bo'larmidi? Said Sadiyaga to'y qilmaguncha tegmayman degandi, ammo eplolmayapti. Ko'zlaridagi xohish, qo'llarining qaltirashi unga hozir Sadiya kerakligini ochiq-oydin bildirardi. Avvallari Sadiya uzoqda edi. Bu Saidga qiyin, ammo kun kelib Sadiya uniki bo'lishini o'ylab o'zini bosardi. Endi esa Sadiya yonida, qarshisidagi uning ustida nikohli ayoli edi. Sadiyaga teginishga nima xalal beryapti? Kichkina deb ham bo'lmaydi bu qizni. Tili 20 qarich. Gap gapirsang shartta chaqadi. Said shularni o'ylagancha oxirgi qarorni qabul qildi. Bugunoq o'ziniki qiladi. Said zinalardan ikkitalab chiqqancha yuqoriga chiqar ekan, hozir kim haq u kim nohaqligini anglolmayotgan ahvolda. O'zidan avval ichgan viskisini hidi keluvchi bu yigit Sadiyaning xonasiga kirar ekan, ko'zi qorong'u xonada yotoqda uxlayotgan qizga tushdi. Sadiyaning ko'z yoshlari yostiqni chiqqa ho'l qilar ekan, Said o'ziga kerakli narsani oshig'i bilan oldi. Ertasi kuni. Gaplarim yodingda-ya? Said ryukzakni yelkasiga ilgancha oshxona stoliga o'tirgan qizga qarar ekan, Sadiya yengil bosh silkidi. 10 kun lagerda bo'lgansan. Chimyonni aylanib keldik butun sinf bilan. Said qizni oldiga kelgancha yoyilgan sochlarini asta yig'di. Boshqa ko'rma yoyilganni, Sadi, yoqmaydi bu menga. Sadiya qaltiragancha Saiddan uzoqlashdi. Tushundim. Sadiya ortiq gapirmadi. Saidga hattoki qaragisi ham kelmayapti. Tezroq uyiga ketsa-yu Saidning yuzini ko'rmasa. Said qizga eshik ocharkan, asta uydan chiqishdi. Sadiya mashinaning orqasiga o'tirar ekan, ko'zlaridan asta yosh chiqib ketdi. Yig'lama Sadi, hali ham og'riyaptimi? Said mashinaning oynasidan qizga qarar ekan, Sadiya asta ko'z yoshlarini artib, yengil bosh silkidi. Ichish kerak edi dorini. Hozir og'rimasdi. Said qiziga gapirar ekan, Sadiya indamay turaverdi. Uygacha 4 soatlik yo'l, uni ustiga tirbandlik ham bor. Mashinada qiynalasan, to'xta. Said mashinadan tushib, qizni tushirdi. Sadiya tushunmay qarab turar ekan, Said bagajdan yengil yostiqni olgancha qizni yotishiga mos qilib, sidelligini to'g'riladi. Endi yotaver, uxlasang ham bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi tartibida uyqu dori ham bor. Xo'p. Sadiya Said aytgandek yotar ekan, go'yo bu tush bo'lsa-yu tushimdan uyg'onsam derdi. Lager qanday bo'ldi? Adham aka qizidan so'rar ekan, Sadiya majburan jilmaygancha zo'r dedi. Zo'rligidan SMSlarimizga ham javob bermading-a? Yana qayoqqadir boraman degin? Yaramas qiz. Qancha xavotir oldik sendan? Onasi qo'yib pishirar ekan, Sadiya onasiga asta qaradi. U yerda telefon yaxshi ishlamadi, yozdim-ku. Mayli, ertadan kollejga borasan, tayyorlanib uxlagin. Xo'p, oyi. Sadiya telefonni tinimsiz jiringlayotganini ko'rib, yengil xo'rsindi. Saidni blokka tiqib, yostig'ini quchoqlagancha uxlashga harakat qildi. Sadiya kollejga borishni o'ylab, yuragi siqilardi. Bazo'r oyog'ini sudragancha kollej eshiklaridan kirib kelar ekan, hozir Said meni tutib olib yana qiynaydi deb o'ylagan ham ediki, butkul teskarisi. Said o'quvchi qizlar bilan xiringlashyapti. Sadiya ichidan g'alati bo'lib ketdi. Qarshisidagi inson Said. 10 kun qulog'ini yegancha sevaman seni, menikisan deb qizni miyasini qoqqan va kecha tunda qizga ega chiqqan inson edi. Ammo endi nima bo'ldi? Said ko'z qiri bilan Sadiyaga qaragancha parallel sinfdagi qizlar bilan xiringlashda davom etar ekan, Sadiya o'zini tutgancha indamay sinf xonasi tomon yurib ketdi. Hozir emas, iltimos. Sadiya o'ziga qaratilgan nigohlar borligidan xavotirlangancha sinf xonasiga bazo'r yetib keldi. Sinfga kirdi-yu ko'z yoshlariga erk berdi. Sadi Malika o'rnidan turgancha tushlari allaqachon oqishga ulgurgan Sadiyaning oldiga kelar ekan, nega bu qadar Sadiya yig'layotganiga hayron qoldi.
Sa'diya tinchlikmi? Malika xavotirlangancha qizga qarar ekan, Sa'diya dudoqlari qaltiragancha yig'lashda davom etardi. Ayt menga. Sinfga o'quvchilar kirib kelar ekan, Sa'diya orqa partada boshini partaga qo'ygancha yuzini hech kimga ko'rsatgisi kelmasdi. Malika esa bu qizga bunchalik nima bo'ldi ekan deb xunob bo'ldi. Sinfda odam ko'payar ekan, Malika Sa'diyani yengil turtdi. Yur tashqariga chiqib yuzingni yuvamiz. Malika bazo'r Sa'diyani tashqariga olib chiqar ekan, Sa'diyani miyasida bir so'z aylanardi. Nima, meni ishlatib tashlab ketishdimi? Men faqatgina bir kecha uchun kerakmidim? Menga qara Sa'di. Malika yana yoshlanayotgan ikki nigohni o'ziga qaratdi. Sen Sa'diyasan, o'sha takabbur va dimog'dor kibr qiz Sa'diya Ikromovnasan. Endi ayt menga, nega yig'layapsan? Xohlasang aytma, ammo bir narsani bilib ol. Yig'lab siqtashdan foyda yo'q. Turginda ularni pushaymon qil. Sa'diya Malikani quchoqlab oldi. Sa'di bir necha daqiqa shunday yig'lar ekan, yuzini muzdek suvda chayishni boshladi. Sumkamni olmadingmi? Sa'diya Malikaga gapirar ekan, Malika Sa'diyaning kichkinagina sumkasini uzatdi. Hali hammasi uchun javob beradi. Sa'diya labiga pomada surish barobarida gapirar ekan, Said nafaqat tovon to'laydi, balki Sa'diyadan yalinib uzr so'raydi ham. Aniq yaxshisan-a? Malika sinf eshigini ochmoqchi bo'lgan qizga qarar ekan, Sa'diya yengil tabassum qildi. Bundan yaxshi bo'la olmasam kerak. Said o'quvchilarga doskada misol eshittirar ekan, miyasi Sa'diyada edi. Menimcha oshirib yubordim. Said ishidan pushaymon bo'lgancha qo'l soatiga qarar ekan, sinfga kelgandan ham battarroq bo'yangan, sochlari yoyilib, katta yubkasi yana ham kaltalab kiygan qizni ko'rib, o'ylari barham topdi. Kiringlar. Said eshikdan kirgan ikki qizga qarar ekan, Sa'diya doimgi joyida emas, balki orqa partada o'tirgan Rizvonning oldiga o'tirib, u bilan qo'l berib so'rashdi. Sa'di, joyingni adashtirmadingmi deyman? Said Sa'diyadan ko'z uzmagancha gapirar ekan, Sa'diya go'yo Said unga gapirmayotgandek o'zini tutardi. Sa'diya, o'tmana bu yoqqa. Said birinchi partani ko'rsatgancha gapirar ekan, Sa'diya Rizvonga yana ham yaqinroq stolni surgancha kitobiga anqayib o'tirarkan, Said qiz undan xafa degan xulosaga kela boshladi. Yo yana eski kasali tutgan. Said Sa'diyani joyidan qo'zg'atolmasligini tushunib, Rizvonni boshqa joyga o'tirishini aytarkan, sinfdagilar g'alati nigoh qilib qo'yishayotganini sezgan Said, Malika va bir nechta o'quvchilarni ham joyini o'zgartirdi. Rizvon, telegramga qarab yubor. Sa'diya tanaffusdan foydalanib Saidga eshittirib gapirar ekan, Saidni ortiq toqati qolmagandi. Sa'diya, xonamga bularni olib borishmaysanmi? Yutungancha gapirar ekanman, agar hozir Sa'diya menga yo'q desa, xudo haqqi, shu yerda sochini sudrab olib chiqaman bu qizni. Saidning dokadek oqargan yuziga qarar ekanman, hozir yo'q desam nimadir bo'ladigandek tuyulaverardi. Boraman. Qo'rqib o'tiribdi degan narsani miyasidan o'chirsin bu kalish. Sa'diya qo'liga daftarlarni ko'targancha Saidning kabineti tomon harakatlanar ekan, oldinda Sa'diya, ortda esa Said ketardi. Saidning ikki ko'zi Sa'diyaning mini yubkadan ham kaltaroq bo'lgan yubkaning tagidan ko'rinib turgan oppoq va biroz ishgan sonlarda edi. Jin ursin. Said Sa'diyaning sonini shunday ochib butun kollejni necha marta aylanib chiqqani-yu, nechta och nigohga shu oppoq sonlarni ko'rsatganini o'ylab, aqldan ozishni boshladi. Sa'diya xonaga kirar ekan, xona doimgidek tartibli edi. Saidning stoliga daftarlarni qo'ygancha endi chiqib ketmoqchi bo'lganda hamki, eshik qulflanganini bildiruvchi ovoz yangradi. "Mana daftarlaringiz, ustoz." Sa'diya qo'rquvini bildirmasdan Saidning yuziga qarar ekan, Said ma'noli qosh uydi. "Ustoz?" Said yengil kuldi. "Balki begim demoqchidirsan?" Sa'di, shunday demoqchisan-a, jonim?" Said qiz tomon yaqinlashib bu so'zlarni takrorlar ekan, Sa'diya yengil titradi. Saidni aniq jahli chiqqan. "Nega kun bo'yi asabimni yeding, hamma bilan suykalashib?" "Men hech kim bilan suykalashmadim." Sa'diya qo'lda qattiq bosimni his qildi.
Said qizni tirsagidan qattiq siqib, qizni nega bu qadar asabiga tegishga urinayotganini hech tushunmas edi. Qo'yvor qo'limni ablah. Sa'diya Saidni qo'lini tirnab olib tashlashga harakat qilarkan, Said yana ham qattiqroq siqdi. Bu gal Sa'diyaning qo'li tugul oppoq yuzlari ham og'riqdan qip-qizilga kirib ulgurarkan, Said jahl va biroz baland ohangda: "Asabimni buzib gap qaytaravermagin Sa'di, hozir shu yerda nimadir qilib qo'yaman seni. Nima yana jin urdi seni? Kim qaramayapti kalta kiysang? Mana bu tonna ohak nima? O'chir hammasini. Yo'qot mana bu sassiq atringni ham. Sen endi erli ayolsan, o'zingni yig'ishtir. Bir kungina mensiz yashading, yana shuncha quturdingmi?" Saidning gaplari Sa'diyaga og'ir botarkan, Sa'diyaning ko'zlari asta yoshlandi. "Ayt, kimga shuncha bo'yanding? Yo men yetmayapmanmi senga?" Saidning shu gapi Sa'diyaga shunchalar og'ir botdiki, Saidga alam bilan qaradi va Saidning qo'lini siltab tashlagancha: "Hammani ham o'zingizga o'xshatmang. Har holda men xotinim bo'lsa-da, uni yig'lashga majbur qilib, qizlar bilan xiringlashib, koridorlarda yurmayman. Unga og'ir botadigan ish qilmayman." Saidning miyasiga bari tok tezligida yetib bordi. Sa'diya rashk qilyapti. "Nima? Menmi? Siznimi? Hech hamda?" Sa'diya tan olishni istamay gapirar ekan, Saidni xonada kulgusi yangradi. "Sa'diya, sen meni sevib qoldingmi deyman? Bunchalik rashk nimaga unda?" Said Sa'diyani devorga tiragancha gapirar ekan, Sa'diya duduqlanib o'zini oqlashga urinishi Saidni semirtirdi. "Boring-ye, nari turing mendan, ja oshirib yordingiz endi." Sa'diya Saidni turtgancha o'tib ketmoqchi bo'larkan, Said qizni qo'llarini ushlagancha uni bag'riga bosdi. "Qo'yvoring meni, hozir baqiraman." Sa'diya ortidan quchoqlagan yigitni qo'llaridan chiqmoqchi bo'larkan, Said uni yana ham qattiqroq bag'riga bosdi. "Xohlaganingcha baqir, hamma eshitsin va bilsin, sen endi mening xotinimsan." "Hech ham sizning xotiningiz emasman-da." Sa'diya ensasi qotgancha gapirar ekan, Said istehzoli kuldi. "Meni xotinimsan. Ajrashaman siz bilan." Sa'diya Saidni qo'llarini tishlash barobarida gapirar ekan, Saidning tilidan "s" tovushi yangradi. "Og'ridi?" Said kuyib yuborgancha gapirar ekan, Sa'diya ko'zini kosasida aylantirdi. "Shunday ajrashaman, bilolmay qolasiz. Ajrashsang o'zingga ziyon, gelikni tushingda ko'rasan." Said qo'lini ushlagancha gapirar ekan, Sa'diyani miyasiga yalt etib gelik keldi. "Qachon olib berasiz o'zi? Yaxshi ham o'zimni haqqim ekan, shuni ham shuncha cho'zdingiz." Sa'diyaning gapidan Said qizning gaplaridan lol qoldi. "Hozir ajrashaman deyotganding-ku? Avval gelik bering, keyin ajrashaman, keyin yuraverasiz tanozlaringiz bilan." "Buni rashk deb qabul qilaman." Said gapirar ekan, Sa'diya xonadan yugurgancha chiqib ketishga shaylandi. "Yubka janavarni pastroq tushir Sa'di, bo'lmasa pastingga shim kiyib ol." "O'zim bilaman." 3-para. Abedki birlar chamasi. Mehriniso ustoz hali ham kasalxonada. Sinfdagi o'quvchilar yarmi uxlayapti, yarmi telefon o'ynayapti. Said ochiq eshikdan ohista kirar ekan, ko'zi telefon kovlab o'tirgan Sa'diyani ko'rar ekan, asta qitmirlik qilish xayoliga kelgancha yengil kulib qo'ydi. Saidni sinfga kirayotganini ko'rgan o'quvchilar asta turishar ekan, Said ishingizni qilavering deyishgandan so'ng yengil tortib yana telefon o'ynashda davom etishdi. Sa'diya partaga yotib olgancha, telefoni penaliga suyab qo'ygancha drama ko'rar ekan, hozirda hech nimani sezmasdi ham. Said nega hozir qizga qitmirlik qilish kerak emas? "Dars o'tmaylik." Malika uyqusiragan ohangda Bazur Saidga qarab gapirar ekan, Said ham "O'tmaymiz" dedi. Issiq barchani qiynayapti. Said asta yurgancha Sa'diyani partasidan, Sa'diyaning telefonini olgancha hech narsa bo'lmagandek joyiga o'tirar ekan, Sa'diya tushunmay qarab qoldi. "Darsdan keyin olasan." Said Sa'diyani telefonini ochgancha titkilay boshladi. Sa'diya Saidni urib ololmaydi. Telefonni barcha shu yerda. Sa'diya xavotirli Saidga qaradi. Malikaga yozgan SMSlari bor. Nahot o'qisa.
Sa'diya seskangancha Saidni oldiga keldi. Telefonimni bering, hamma o'ynayapti-ku. Sa'diya pichirlab gapirdi. Hamma o'zini tomdan tashlasa, sen ham tashlaysan-ku. Said ustoz stolda o'tirar ekan, ammo shunda ham Sa'diya bilan barobar bo'lib turardi. Berasizmi? Menga kerak. Sa'diya telegramni titkilayotgan yigitga qarab gapirar ekan, qo'llari yengil qaltirardi. Bitta shart bilan. Said telefonni o'chirgancha qizga qaradi. Qanday shart? Sa'diya nima qilib bo'lsa ham telefonni olishi kerak. Kechki uyingdan olib ketaman, tayyor tur. Sa'diya bu ishni kutmagandi. Yo'q. Unda telefon ham yo'q. Ko'rsak olasan. Said shimini cho'ntagiga soldi. Chiqmayman siz bilan hech qayerga. Seni majbur qilmayapman-ku, marhamat. Said o'shakishib gapirdi. Bilganingizni qiling. Sa'diya jahl bilan partasiga o'tirdi. Said esa o'z ishlarini qila boshladi. Nima qilib bo'lsam ham olishim kerak. Aniq bu kalish telefonimni titkilaydi. Agar Mali bilan yozishganlarimni o'qib qolsa bormi? Tamom bo'laman. Said narsalarni yig'ib eshikdan chiqmoqchi bo'larkan, Sa'diya past ovozda, "Nechida kelasiz?" Said yengil jilmaydi. 7larda. Berasizmi? Sa'diya bu gal qo'l uzatdi. Ushla. Said cho'ntagidan telefonni olib berarkan, Sa'diya endi telefonni olmoqchi bo'ldi hamki, Said telefon barobar qizni qo'llaridan ushladi. 7da esingdan chiqarma. Bu kun boshqacha bo'ladi. Said yengil jilmayib xonadan chiqib ketdi. Sa'diya ham negadir jilmaydi. Ichida o'zgacha tuyg'u mavjlangandi. Bilmasdiki chetdan bu ikkisini kuzatayotgan bir juft ko'zlar borligini. Sa'diya telefonining yoqimsiz jiringlashidan ko'zlarini ocharkan, asta yotoqdan qo'lini pastga tushirgancha telefonni paypastlab qidira boshladi. Telefon hech to'xtay demasdan jiringlar ekan, Sa'diya asabdan keskin divandan turib ketdi. Shu paytda qaysi yer yutqu telefon qilyapti? Sa'diya pastga tushgancha abedda uyqu kuchidan otib yuborgan telefonni qidirar ekan va nihoyat topdi. Ekrandagi Said yozuviga ko'zi tushar ekan, og'ziga kelgan barcha so'zlarni yuzaga chiqardi. Allo! Sa'diya o'zini bosishga urinib gapirar ekan, go'shak ortida asabiy yo'g'on va hozir yeb qo'yadigan erkakning ovoziga duch kelishini kutmagandi. Soat 7:30 bo'ldi. Sa'diyaning miyasiga yalt etib tushda Saidning aytgan so'zlari keldi. Uxlab qolibman. Sa'diya past gapirar ekan, sochlariga qo'lini yugurtirib boshini ushladi. Atay qilganingni bildim. Said jadal gapirdi. Biz er-xotinlarmiz, Sa'di, nikohimiz bor bizni. Balki yosh bolalarcha mushuk sichqon o'ynashni bas qilarmiz. Sen hayotga real ko'z bilan qara. Jonimga tegdi yosh bolalarcha ishlaring. Said hattoki Sa'diyani eshitib ham o'tirmay go'shakni qo'ydi. Sa'diya soatga qaradi. Chindan ham 8larga yaqinlashibdi. Said yo'l chetida to'xtadi. Toshkentning har bir qarich yeri shovqinli. Yolg'iz qolgisi kelyapti. Sa'diyani o'zini olib qochishi-yu, har daqiqada asabini o'ynashi allaqachon Saidning tobini qochirishga ulgurgan edi. Ammo u bilan bari boshqacha. Said mashinasiga suyangancha shularni o'ylar ekan, osmondan asta yomg'ir tomchilari tusha boshladi. Avval tomchilagan tomchilar endi suv qo'ygandek qo'ylar ekan, Saidning hamma yeri jiqqa ho'l bo'lgandi. Baribir meniki bo'lasan. Said asta pichirladi. Menikisan, Sa'di. Bu gal ovoz toni ko'tarildi. Menikisan. Ovoz toni oxiri baqiriq misol bo'lib yangrar ekan, hech kimni Said bilan ishi yo'q. Kimdir tezroq uyga borib, yomg'irdan qutulishni o'ylasa, yana kimdir qayergadir shoshardi. Saidning ichidan chiqqan baqirig'ini esa hech kim eshitmadi. Said mashinaga o'tirar ekan, telefondan Patlak ko'zim nomli kontaktga xabar yubordi. Ertaga ertalab 7larda tayyor tur. Mendan qutulmoqchimisan? Bu imkon senga. Said xabarni yuborgancha jahl bilan telefonni mashina o'rindig'iga otdi.